Haqiqatda hammaga assalomu alaykum azizlar. Bugun выходной kun, mana shunday krasota. Galereya domda. Вот. Получается, zalga chiqmay sekin chiqdi. Вот. Bugun oyoq ish kerak, oyoqda ishlaymiz. Chunki o'zlaringiz bilasizlar, bizda oyoqda chut-chut ingichkalashib qolgan. Qolib ketganda yana man 5 ta bosmadim. O'zi pastga qarab ketaverdim yana. 5 ta bosib qo'ydim. Вот. Так, sekin zalga, keyin videoni boshlaymiz. Нормально. Так, вот, что у нас? Все окей, все слышно. Клубника бомба.
zaldan chiqdik, торговый sentr. Bugun bir aylanib ko'rsa bo'lardi, lekin nima desam? Uyda ko'p ishlar bor. Ishni ko'rish kerak, soqqani qiladigan ishni inshaalloh maqsadlar bor. Aylanishga keyin vaqt ham topamiz. Hozir faqat motivatsiyani ushlab, shu hamma menga qarayapti. Assalomu alaykum, O'zbekiston. Вот, nичего страшного. Sekin hozir aravani o'tiramizda uyiga mana da zo'r mashina turibdi. MTS ichida mashina. Типа reklama. Ладно, дальше uydan video olamiz. Hammaga omad, mana bu. Mana da sekin ketib olamiz biroz. Hop. Опа! Так, hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Hozir уже mana bu kadrda, mana bu kursokda 2 kun o'tgandan keyin olyapman. Zalga borib, haliga ishdan keyin ham vaqt bo'lmadi. Выходной kun tashlayman. Shu bilan uyga borib vaqt bo'lmadi. Keyin ishga chiqib ketirib, hozir mana hozir ishxonadaman. Shu videoga oxirini kiritishni niyat qildim. Вот, что я хочу, что nima demoqchiman? Uspех, masalan, nimaga erishish oson narsa emas-da, oson narsa emas ekan. O'zim uchun ham birozda bir darslik desam bo'ladi, chunki buning uchun mehnat qilish kerak, harakat qilish kerak. Birozda osmondan bir diplomat pul tushib qolmaydi yoki bir omadga bir nima bo'lib qolishi mumkin, lekin u 100 dan 1000 dan biri bo'ladi. Shuning uchun не в моем случае deydi-yu. Shuning uchun gazini bosamiz, harakat qilamiz, ishlaymiz. Tazakasi ham chiqdi mana. Cho'rni, nima qora choy ichamiz. Вот. Shunaqa gaplar. Kamoliddin Ziyo. Пару слов на камеру, брат. Tojikistonda pech. From Tajikistan. Вот. Aka beradan Tojikistonda. Ha? Вот. O'zbekiston alg'a, brат. Shunaqa gaplar. Tak. Hammaga rahmat videoni ko'rganlar uchun. Like, подписка. Hammasini cho'qib покурить bo'lsa bo'ladi. Возьми какой любой вот тварный чай или травяной. Hammaga omad azizlar. От души поддержка qilinglar. Birgalikda o'samiz, cho'tka hammasi bo'ladi. Let's go.